orasida ужас chiqqanda bola duduqlanib yana qaytib kelavergan. Logoped ishi haqida bitta voqea. Bitta logoped zaikayish, ya'ni duduqlanuvchi bola bilan ishlagan, lekin uni sababini, nimaga duduqlanib qolgan, qachon duduqlanib qolgan aniqlamasdan nutqi bilan ishlayvergan. Lekin ozgina vaqtdan keyin duduqlanish 2 barobar qaytib kelgan. Buning sababi bola har xil izlash multfilmdan qo'rqish. Lekin ota-ona buni nikak kontrolировать qilmagan. Telefon berib qo'ygan, ужас ham chiqqan, multik ham chiqqan, boshqasi ham chiqqan, kontrolировать qilmagani uchun orasida ужас chiqqanda bola duduqlanib yana qaytib kelavergan. Bizda bitta narsa bor. Duduqlanish bilan faqat defektolog, logopedlar ishlamaydi, zaykologlar ishlamaydi. Bunga kompleks podxod kerak. Ya'ni ichida psixologi bo'lishi kerak, nevropatologi bo'lishi kerak. Psixolog qo'rquvni, travmani ustida ishlaydi, nevropatolog tinchlantiruvchi dorini, vitaminizatsiyani yozib beradi. Keyin fundament qurilgandan keyingina logoped, zaykolog, ya'ni duduqlanuvchi bola bilan ishlaydigan zaykolog shu fundament ustiga chiroyli mustahkam nutq uyib quradi. Shuning uchun обязательно agar farzandingiz duduqlanib qolsa, uning uchun birinchi sababni aniqlash kerak. Sababini bartaraf qilgandan keyin chiroyli nutq yasash mumkin.